Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu videomdan keyin juda ko'pchilik kommentariyimda negativ gaplar yozsa kerak deb o'ylayman. Sababi bu videoyim 2 yosh oilani o'rtasini buzuvchi, qon qarindoshlar, begonalar va hozirgi kundagi urf bo'lgan birovni haqqini, ustani haqqini yeydigan insonlar haqida. Men bu videoni olishimdan maqsad, hozirgi kunda hech kim oxirgi kelar makonini o'ylamay qo'ydi. Nega tinch yashab turgan ikki insonni o'rtasiga tushasizlar-da, sizlarga kim haq huquq berdi yoki kim sizlarga shuni qildi? Nega shunaqa qilasizlar? Bu Alloh bor-ku, nega birovning haqqini yeysizlar? Alloh bor-ku, Alloh bugun sizlarga bergan bo'lsa, ertaga u insonga beradi. Bugun sizlar yaxshi bo'lsanglar, ertaga u inson yaxshi bo'ladi. Ikki inson bir-birini sevsa-yu, o'rtada to'siq bo'lsanglar. Bir inson mehnat qilsa-yu, bahona topib, urush janjal qilib, pulini bermasanglar, bu qanaqa hayot? Men shunaqalarga aytadigan gapim. Iltimos, biz kelib ketguvchi mehmon, na boshimiz bor, na oxirimiz ayon. Shunaqa gaplar.